Bugungi videomizda Minecraft uchun top 5 ta modlarni ko'rsatib chiqaman. Va bu modlarning hammasi Bedrock versiya uchun va versiyasi 1.21.41.01. Qanday videoni ko'p cho'zmasdan hamma modlarni obzor qilib chiqamiz. Yo bolalar, sizlar videolaringizni ustiga 4K 8K sifatli bo'lgan preview qidirasizlarmi? Unda men sizlarga eng arzon over design kanalini tavsiya qilaman. Kanal ссылкасы videoning описаниясida bo'ladi. Yo do'stlar, mana Minecraftga ham kiroldik bolalar. Endi top 5-modimizni ko'rsatib chiqamiz. Qani ketdi bolalar. Xo'p, birinchi modimiz motosikl modi ekan bolalar. Mana Yamaha ekansizmi? White oppoqqina satilabdan qorasini tanlamadim. Qo'lga nima? Qo'lim bunaqa. Chunki bu qo'l bilan nima qilsa, uzr. Yomonxaylarga bormaymiz bolalar. Короче, bolalar, mana mazaq qilamiz. Вообще yo'q. Endi sizlar bu modda o'tkazsanglar, mazaq bu o'rtog'inglar bilan mazaq driftlar qilib yursanglar bo'ladi bolalar. Mana ham chutkaligini ko'rasizlar bolalar, va chutki ekan. Keyin bolalar bitta chutki eksperiment ko'rsatib bermoqchiman. Mana bunaqa qo'limga zombi bilan anaqa jitli tuxumni ushlab olganman. Hozirlar qanaqa eksperimentni ko'rsataman bolalar, qaranglar. Mana chutkiligini qaranglar bolalar, skrinshot qo'linglar, avatarga yasab olasizlar. O'zingizga ham, menga ham avatarga yasab olasizlar. Короче, chutki ekan, qaranglar. Turishlarni qaranglar. Qaranglar bolalar. Mana har xillari bor ekan. Mana sarg'i, bu aqu, mana ko'k bo'lsa kerak. Ko'k ekan, mana ko'k. Mana blue ham ko'k. Xullas bolalar, har xil anaqalar bor, rangli skuterlar bor. Короче, bolalar qaranglar. Mana jitl o'tkazamiz. Nima halamayapti bu? Voy, nima tusigan qaydidi bu? Вообще yo'q. Qaranglar bolalar, zombi qo'yamiz, qocharmi ekan? Qanaqa qochar ekan? Deb bolalar, qochishini qaranglar, ey. Vuy, dollar nima qildi? Xullas bu bechara tutmaman. Bo'lmagan jitl ekan bu. Shuna motosikl olib qochamadingmi? Tupoy. Вообще bo'lmagan jitl ekan. Xullas bolalar, endi biz keyingi modimizga o'tamiz. Qani ketdi. To'xtanglar bolalar. Sizlar ham videoni shu joyda bitta miyalarga savol tug'ilishi mumkin. Bu modlarni biz qayerdan sketch qo'yishimiz mumkin deysizlarmi? Bu modlarni mana hammasini Telegram kanalimda sketch qo'yishimiz mumkin. Telegram kanalimning silkasi videoning opsiyasida bo'ladi, lekin bitta shart bor. Har doimgidek bu modlarni nechtadir like bo'lgandan keyin qo'yaman, lekin bu likelarning soni 150 ta ham emas, 200 ta ham emas, 500 ta likedan keyin tashlayman hammasini bolalar. Qanday ketdi bolalar? 500 ta likedan keyin hammasini Telegram kanalimga tashlayman. Ungacha ko'zinglarni qisib turasizlar. Yo bolalar, 30 xil tuxumlar. Bu 30 xil tuxumlarning hammasi jenli mod. Qanaqa? Bu modlarning hammasi creeper bolalar. Birinchi creeper. Bu birinchi creeperning kuchi shunchaki qop-qorong'i anaqa qilib qo'yar ekan. Unaqa katta kuch emas. Bu jellyfish, ya'ni suvda suzib yuradigan qanaqadir creeper ekan. Namchi bu creeperlar zo'r deb o'ylasam, hammasi tupli ekan. Xo'p, keyingisi, mana salvasi ham normal ekan. Voy, bu namchi kichkina. To'xtab tur. Hozir yoqamiz. Yo'q. Mash kichkina bo'lib turib hammasi zo'r portadi. Xullas bolalar, keyingisi ham ko'mirligi. Voy, bu ham kichkinaligini creeper. Shunaqa ham creeper bo'ladimi? Mana shu undan ham katta portadi bor. Xo'p, keyingisi bolalar. Xo'p. Bu boshqa yoqqa teleport qilib qo'yar ekanmiz ana. Shu tomon creeper chiroyli bo'lib ko'rinyapti ko'zimga. Mana shu portadinglar. Bu unaqa zo'r emas ekan. Xullas bolalar, mana endi keyingi modga o'tamiz. Qanday biz ketdi bolalar. Yo do'stlar, sizlarning telefoningizlar kuchsiz, lekin sizlar RTX shaderda o'ynamoqchimisizlar? Aynan bu shader sizlar uchun bolalar. Bu kuchsiz telefonlar uchun RTX shader bolalar. Bu modda men ko'rasizlar, mazaq shader o'ynashinglar mumkin. Bu kuchsiz telefonlar uchun ham ishlaydi bolalar, bemalol. Mana atrofi go'zalligini qaranglar, yo chiroyliligini. Faqat sal yerlarga ahamiyat berishmoqchi. Buni kim qildi? Yo, bana bobo sassiqchalar kim qildi buni? Yo, bana sassiqchalar. Bo'pti bolalar, ahamiyat bermaymiz. Xullas mana shunaqa zo'r narsalar bor ekan. Hamma bloklarni o'zgartirib tashlang, RTX shader qilib qo'ying. Xo'p bolalar, to'g'ri nima qilib qo'yishdi? Yo'q, bana Bobomurod kim bunaqa qildi?
Voy kale. Qaysi kale bunaqa qilib qo'ydi uni? Undan ko'ra o'zini oldingi variantli to'g'ri yaxshi-ku. Oppoqqina to'g'richi. Nima qilib qo'yishdi bu to'g'rini patdan yulib qo'yishdimi? Sas. Hop, cho'chqa. Uy, basharasiga nima qilib qo'yishdi buni? Shu ko'zlarini nima qilib qo'yishdi bu cho'chqani? Vallah. Bu bitta bolalarga ahamiyat beramiz. Bolalar agar telefoningiz qutisiz bo'lsa, mana shunaqa sheylar o'ynashingiz mumkin. Xohlasangiz chat qilinglar, xohlasangiz chat qilmanglar bolalar. Bab shu top 5 ta modda ichida bab bor bu mod bolalar. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyaga o'zlaringiz izohlarni yozib qoldiringlar. Yo do'stlar, bu mod bolalar SCP ni yaxshi ko'ruvchilar uchun bolalar. Oramizda SCP ni yaxshi ko'radiganlar bormi bolalar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar bolalar. Xo'p, bolalar bu yerda har xil tuxumlar bor ekan. Hammasini olib chiqdik mana. Hamma tuxumlar mana shunaqa ekan. Mana shuncha tuxum bor ekan. Xullas, korotchi. Mana birinchi tuxumdan boshlaymiz. Bu qanaqadir suyak, bu qanaqadir gul ekan. Nima jahli chiqib qoldi bolalar. Hozir ertalab qilaylik. Xo'p, bolalar qaranglar. Ertalab qildik. Bolalar, bu mod nima? Bu gul ertalab bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Bu nimaligini tushunmadim bolalar. Hech SCP ko'rmaganlarim ham bor ekan bolalar. Men buni taniyman bolalar, bu sevgidan ayrilgan kal-ku bu. Latta. Bolalar, sevgidan ayrilganmi kal? U ana, sevgisini tiklash uchun o'rnidan turmoqda. Dadil qadamlar bosib, qadam bosmayapti-ku. Bo'pti bolalar, endi keyingi SCPga o'tamiz. Bu qanaqadir burni katta kartochka. Hop, endi keyingi SCPga o'tamiz bolalar. Bu qanaqadir kichkina mavjudot ekan. Bu nima parazitga o'xshatdim bolalar, lekin bu parazit emas ekan. Agar parazit bo'lganda mana qo'yga yopishgan bo'lardi. Keyin ursam hech bola qilmadi bolalar. Yo'q, bu nima bu? Titanmi bu? What the fuck? Bu eng oxirgi SCP, buni vaqt tushunmadim bolalar, lekin hop, mana оружие to'ti menga uncha yoqmadi. Lekin anaqa zo'r оружие bor ekan bolalar, qarang, lazerka bolalar. Maza xil lazer o'ynayverishlar mumkin bolalar, mana anaqa o'ldirishlar mumkin bolalar. Hop bolalar, endi короче mana SCP modini ham ko'rib oldinglar. Endi hamma kutgan eng birinchi top 1 modga o'tamiz. Qani ketdi bolalar. Bolalar o'zim top 1 ga qanaqa mod qo'yishni bilmayapman. Bitta o'rtog'imdan so'radim va ular menga mana bunaqa mod tashadilar. Bunda super qahramonlarga aylansa bo'ladi. Bo'ladi. Lekin menga zo'r eshitildi bolalar. Qanday ketdi bolalar? Minecraftga kiramiz mana shu mod bilan. Shu bolalar mana Minecraftga ham kirib oldi, shu superhero mod bilan bolalar. Xo'p, endi modlarni ko'rib chiqamiz bolalar. Xo'p, birinchi mana invertoriyaga kirganda ko'zimga tashlangan narsa mana yashil kamon bolalar. Oddiygina kamonni yashilga bo'yab qo'yishgan, teksturasini o'zgartirib qo'yishgan desam, bitta o'tib qarasam, men bomba otar ekan, yo'q dedim. Вообще, chapni o'ynasanglar bo'lar ekan bolalar, lekin to'g'risi maza qilib o'ynadim o'zim. Mana shunaqa kamon bilan o'ynasanglar deb bolalar, maza ekan bolalar. Hop, keyingi ko'zimga tashlangan narsa shitni o'zgartirib qo'yishdi bolalar, teksturasini. Mana Kapitan Amerikaning teksturasini qo'yib qo'yishdi bolalar. Hop, bolalar mana zo'r ekan, menga yoqdi. Hop, keyingi ko'zimga tashlangan narsa Trezubets, короче, bolalar to'g'ri boltasi qilib qo'yishdi. Mana qaranglar, yo'q. Hop, bolalar, keyingi ko'zimga tashlangan narsa tuxumni yashilga bo'yab qo'yishdi. Bu yashil narsa nimaligini to'g'risi o'zim ham bilmadim. Mana qaranglar bolalar, men mazaq bomba ekan-da bu, короче, bolalar mazaq o'ynasanglar bo'lar ekan. Вообще cho'tka ekan, lekin bori to'g'risi. Xo'p, bolalar, endi shu tuxumlarni hammasini ishlatib ko'rdik. Endi tuxumlarga kirib ko'ramiz bolalar. Yo'q, shuncha tuxumlar bor ekan bolalar. Hammasidan bitta-bitta olib ko'ramiz bolalar. Qani? Xo'p, bolalar, mana bunaqalardan olib ko'ramiz. Spam va Canada Family 0i. Nima bu? Spam Armor Cent. Bu menimcha kiyimlar kiyg'izadigan narsa, menimcha o'sha. Bu qizil narsa nimaligini tushunmadim. Qanaqadir sapsariq turadigan bir bola ekan, короче, bolalar. Hop, Spam Joker. Joker ham bor ekan bolalar. Hop, bolalar, endi to'g'ri spam qilamiz bolalar. To'g'ri bo'lasizmi? Yo'q. To'g'ri bolasi ishga ketdi. Ana to'g'ri adasi ham ishga ketdi. Spam nima? Mister Negativ. Bu taniyam, buni ham taniyam bolalar. Xullas bolalar, mana superherolar modini ham ko'rib chiqdim sizlarga, lekin qanaqa qilib superheroga aylanishni вообще tushunmadim bolalar, to'g'risini aytaman. Bolalar, xullas videoga like bosib qo'yinglar. 500 likedan keyin Telegram kanalimga hamma modlarni tashlayman. Unda hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Rayzo bo'ldi do'stlar.